Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan boshlayman. Assalomu alaykum. She'riyat olamidan kanalimning muxlislari, YouTube qatnashchilari. Sizlarga bugun Allohning ulug' kitobi Qur'oni Karimdan sharhlar Mufti Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning tafsirlaridan o'qib bermoqchiman. Ijozatlaringiz bilan. Kofirlar va nodonlar ayol sanamlariga va shaytonga ibodat qiladilar. Johil arablarning buzuq e'tiqodi bo'yicha ular farishtalar Alloh qizlari deb ularga Lot, Mannot, Uzzo deb ismlar qo'yib, qizlar Allohning qizlariga yaqinlashsak Allohga yaqin bo'lamiz deydilar. Ular Alloh yo'lidan ozgan bebosh shaytonga ibodat qilgan odamlardir. Niso surasi 112-oyat. Alloh shaytonni la'natladi. Shayton esa unga aytdi: "Bandalarning nasibasini baribir olaman" dedi. Izoh: Shayton ularni ham xayolga solaman dedi. Shayton ularni ham xayolga solaman, qasamki nasibasini olaman dedi. Amr qilaman, chorvamollarning qulog'ini kesadi, itlarning dum bilan qulog'ini kesadi. Allohning so'zlarini o'zgartiradi dedi. Niso surasi 20-oyat. Allohga yuzini tutgan odam musulmondir. Allohga yuzini taslim qilgan odam musulmondir. Ibrohim alayhissalom to'g'ri diniga ergashgan bandalar, albatta ular yaxshi insonlar. Bundan yaxshi din yo'q. Alloh Ibrohim alayhissalomni o'ziga do'st tutdi. Bir narsaga iqror bo'lish, tasdiqlash, yuzni Allohga taslim qilishdir. Ibrohim alayhissalom dini esa millati islom tinchlikdir. Bu haqiqat. Islomdan o'zga haq din yo'qligini aytadi, bildiradi. Niso surasi 125-oyat. Ayol o'z eridan yuz o'girishi, nafrat sodir bo'lishidan qo'rqsa, sulhga kelishishi mumkin. Sulh ma'qul. Nafslar qo'zg'aladi bunda. Yaxshilik va taqvo qiling. Alloh xabardor hammasidan. Izoh: oilaviy hayotda erda xotiniga nisbatan nafrat bo'lsa, agar ajrashmoqchi bo'lsa, taloq qilmoqchi bo'lsa, uni tashlab qo'ymoqchi bo'lsa, xotin albatta yarashishga, sulh tuzishga urinadi. Nafaqa bermasa ham uni taloq qilmaslikni so'raydi. Niso surasi 128-oyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida rivoyatlardan, hadislar va donalar bisotidan va haq hayoti chaqiriqdan o'tgan muborak o'gitlardan o'qib beraman. Debocha: bo'linsak yo'q bo'lamiz, bo'lishsak ko'p bo'lamiz. Bo'linsak yo'q bo'lamiz, bo'lishsak to'q bo'lamiz. Uyqudagi odamni uyg'otish mumkin, lekin o'zini uxlaganga solib yotgan odamni aslo uyg'otib bo'lmaydi. Haq ham xuddi shunday. Yaxshilikni avvalo ukangga qil. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, har bir dinda o'zini xulqi bor. Islom dinida xulq bu hayodir deydi. Sening nasihating, sening nasibang birovga, birovning nasibasi senga o'tmaydi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, Allohning 3 ta suyumli nimasi bor. Surasi bor. Subhanalloh, alhamdulillah va Allohu akbar. Eng suyukli so'zlardan. Bu dunyoda hech qachon siqilmagin. Baxt muammoni hal qilgandan keyin keladi. Notanishga ishonma. Aytadiku, sanamagan oti sirtidan o'tmading. Kichik teshik katta kemani ham ko'ktiradi, ko'ktirishga qodir. Mayda xarajatdan qo'rq. Dollarlar chaqalardan paydo bo'ladi. Ehtiyot bo'l. Omadga erishaman desang, doim sodiq do'st tut. Jiddiy gaplardan keyin ham hazillashgan odam, demak, u haqiqatni aytyapti. Qachon yuraging qitirsa, mozorlarga bor, taskin topasan. G'oya g'alaba olib kelmaydi, g'alabani g'alaba olib keladi. Muammoni chiqarish uchun bir gram mehnat achitqi yetadi, lekin undan qutulish uchun tonnalab mehnat, mashaqqat ketadi. Bilganingdan keyin chaqir. Bilganingdan kamini gapir. Kuchli bo'lasan deydi. Yaxshi narsalarga sabr bilan yetiladi. Yomon narsalarga, yomondan foydalidir, undan tajriba olasan. Odam ham mol dunyo yig'ishda xuddi asalariga o'xshaydi. Asalari aytar ekan, faqat o'zim uchun asal yig'yapman deb. Haqiqat nimada? Haqiqat, bilasizlarmi, haqiqat nimada? Haqiqat oddiylikda, oddiy yashashda, oddiy fikrlashda. Yana go'zal narsalar mashaqqat ortida yashiringan. Eng go'zal narsalar mashaqqat ortida yashiringan. Ko'p kulgan dili qotadi. Ahmoq odam o'z fikridan qaytmaydi. Ko'p kuladi ham. G'azab shamolga o'xshaydi. Bir ko'tarilsa, dov daraxtlarni sindirib ketadi. Mehnatning noni shirin, dankasaning joni shirin. Yaxshilik ko'zga ko'rinmaydi. Yomonlikni esa ko'mib bo'lmaydi. Ko'p gapirganning muammosi bor. Ota-ona bo'lish oson, ammo ularga tarbiya berish qiyin. Non gadosi bo'lsang ham, yurt gadosi bo'lmagin. Qarzni keltirib chiqaradi. Afsus, o'tmishdan xavotir, kelajakdan xotirjam bo'lma. Ular xavotiring ham, xotirjamlik ham o'zgartira olmaydi. Ayolni boshiga chiqargan erkak, ayolni boshga chiqargan erkak, albatta o'zini boshga chiqqanidan keyin yerga past nazardan, tepadan qarab, past nazar bilan qaraydi. Mag'lubiyat ham g'alabadan ko'ra yaxshi saboq bo'ladi. Yolg'on aralashgan ishga yaqin borma. Hali vaqt bor dema, bu katta yolg'ondir. Charchasang ham taslim bo'lmay kurash, ishlayver. Qayerda yashasang ham, qayerda bo'lsang ham o'sha makonga muhabbat bilan qara va ularning ishini qila. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydiki, g'alaba sabr bilan, shodlik g'am bilan, qiyinchilik esa yengillik bilan bo'ladi. Al-Buxoriydan. Yig'lama, hammasi ortda qoldi. Tabassum hammasi oldinda. O'ta mukammal ham bo'lma. Bir joyda turmang. Xato bir qadam bo'lsam tashlab tur. Yaxshi til tiyilgan tildir. Sirli narsaga sukut saqlanadi. Yo'g'il bilan tenglashma. Aka-ukalar birga ekan, ularni hech qanday kuch yenga olmaydi.
Hamma narsadan oldin aql farosat kerak. Keyin esa din, ilm keyin turadi. Jasur nigohi qo'rqoq qilichidan o'tkirdir. Allohdan seni uzoqlashtiruvchi boylikdan ko'ra seni yaqinlashtiruvchi faqirlik yaxshidir. Qarzdorning qarzi uzilmaguncha ishi yaxshi kelishmaydi. Qarshingda turgan odam asliyatingda nima bo'lsa senga shuni beradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadi, ummatlarimning fitnasi mol dunyodir deydi. Dunyodagi yolg'onliklar, yomonliklar razilliklar keltirib chiqaradi. Bekorchilikdan kelib chiqadi ular. Yerdagi emas, osmondagi mashhurlikdan umid qil. Osmondan yerga tushirgan otang bo'lsa, yerdan osmonga ko'taruvchi ustozingdir. Noma'qul ish, noma'qul gapdan qoch, yomon ishdan qoch. Kibrlanma ey odam, boshim osmonga yetgan yo'q, oyog'im yerga kirgan yo'q. Jasad er mulkidir, ruh esa osmonga chiqar. Yaxshi inson birodarini albatta o'zining ishiday ko'rib yashiradi. Aybini o'zining aybidek ko'rib yashiradi. Nafsingga qul bo'lma. Aks holda mag'lub bo'lasan. Kim baxtli soliqlar etagini ushlasa, u murodiga yetibdi. Baxt bu har bir inson baxtli yashashga haqli degani. Saodat ham shu baxtni deb kurashadi. Saodat shu baxtni deb kurashgan odam. Murodga yetish uchun. Ilm nurdir, shodlik sari eltir, ilmsizlar qashshoq, zulmat qashshoqlikka tortiladi. Ey inson, unutmoqlik sening ne'matingdir. Huzur, halovatda xotirjam yashaydi desang, albatta tilingga kelgan paloda so'zlardan tiyil. Yolg'on aytma. Ayol go'zalligi eng oliy darajasi uning hayosidir. Sabridir. Allohga amal eng davomlisi arpa donanicha vazni bo'lgan yaxshilik. Yaxshilikning davomiyligidir. Zulm qilganini kechirmoq, uzr so'rasa yaxshidir. Xizmat qilganning haqqini bermoq, peshona teri bilan urganda bu ham yaxshidir. Aloqani uzgan qarindosh bilan albatta aloqani tiklash ham, silay rahm qilish ham yaxshidir. Musulmon izzatini oshiradi bular. Kim og'zi ochiq bo'lib vaqillayversa, albatta u dushmani uni sindiradi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadiki, qiyomatda mo'minning tarozisida eng og'ir keladigan husn xulqidir, yaxshi xulqidir. O'g'il bola duoyisida bo'lish uncha qizlarga nasib etmaydi. Bir quchoq rayhon tutsang ham bulbul qaramaydi, lekin yana ketadiki tikonli gulni izlab. Oxirat evaziga dunyoni sotsang, ikkalasiga erishasan. Agar dunyo evaziga oxiratni sotsang, ikkalasidan ayirasan. Endi adabiy sahifamiz, azizlarim. Tazkiratul Avliyo rivoyati. Hazrat Junayd Bag'dodiyning bir muridi bor edi. Uni u juda yaxshi ko'rardi, ammo boshqa muridlari uni yoqtirmasdi. Bir kuni u zot xizmatchilarini chaqirib 20 ta qush keltirishni buyurdi. Har bir muridga bittadan berib, bu qushni hech kim yozmaydi, hech kim ko'rmaydigan joyga borib so'yib keltiringlar deb tayinladi. Hammasi so'yib keldi. Bittagina o'sha yaxshi ko'rgan soychisi tiriklay olib keldi. Junayd hayron bo'ldi. Nega bunday qilding? dedi. Sultonim, meni hech kimsasiz joyda so'y dedingiz, lekin hamma yerda Alloh hozir nozir ekan, dedi. Farosatingga qoyil, dedi ustoz. Va barcha
barcha muridlari ham unga fazilatiga iqror bo'ldilar. Robbi ibn Haysum birodariga dedi, kasallik, davo va shifo to'g'risida bilasanmi dedi. Shogirdlarga dedi-da, ular yo'q dedi. Bu zot yana o'zi javob berdi. Kasallik bu gunohdir. Davosi bu istig'fordir. Shifosi esa tavbadir. Shunday tavba qilki, qaytib bu ishni qilmagan. Qaytib bu ishga qaytma. Qaytib gunoh qilma. Faqirlik aslida hech ayb emas. Allohning ochlikdan o'lgan yo'q, to'qlikdan o'lganlar bor. Sog'lom aqlli odam har qanday holatda ham bir birda nonini topib, bir piyola choyni topadi. Bemorning qo'rqib vahma qilgani battar xastalik keltiradi. Bir tomondan qo'rqinchli bo'ladi, ammo bir tomondan unga g'aflat uyqusidan uyg'otadi uni. Gunohlar kechirilishiga albatta boshqalarning undan ibrat olishi sabab bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Yana bittasini o'qib beray. Rivoyat. Qiblagohim kechiring. Rivoyat. Musa alayhissalom Tur tog'ida bir daraxt yoniga keldi. Alloh bilan suhbatlashmoqchi bo'ldi. Va suhbatlashayotganda dedi: Allohim, qudratli shohim, men eng suyukli payg'ambaringizman, dedi. Alloh, bu bashar farzandining xato so'zi edi. Alloh dedi: sendan ham kuchli suyukli bandam bor, deb katta yo'lda yomg'irda ustiga shalabbo bo'lib ketayotgan bir odamga ishora qildi. Bu odam qo'lda tugun ketmoqda edi. Musa mendan kuchli suyukli bandasi kim ekan deb hayratda qolib, haligi odamning ortidan uzma-uz bordi. U odam yo'l chetida turgan og'ilxonaga kirdi va to'rda bog'lab turgan cho'chqaga qarab dedi. Ko'zlaridan duv-duv yosh oqdi. Tizza cho'kkiragancha tavba tazarruq qilib dedi: Otajon, ming bor uzr. Kechiring meni. Ovqatingizni vaqtida olib kela olmadim. Qoringiz och qoldimi? deb tugunni yechib ovqatni oldiga qo'ydi. Musa Allohga tavba qildi va xatosini o'zi tushundi. Azizlarim, shu bilan bugungi eshitishimiz tugadi. Sizlarga agar ozgina ma'qul bo'lib, aytganday payg'ambarimiz aytganday arpa donining vaznicha, shuning og'irligicha sizlarga foydasi tegsa, men juda ham o'zim baxtli sezaman. Omon bo'linglar, charchamanglar, ro'zalaringiz Xudo dargohida, Alloh dargohida qabul bo'lsin. O'zining ajrini bersin Alloh.